Bugun men juda muhim savolga aniq javob beraman. Kimning pensiyasi oshmaydi, kim standart yosh to'lovlari bo'yicha avvalgidek pul oladi va kim o'z hujjatlarini qayta tekshirtirishi kerak. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki uyda pensioner bo'lmasa ham ota-ona, bobo-buvi, turmush o'rtog'i yoki yaqin qarindoshlar orasida albatta pensiya oladigan inson bor. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik pensiya oshadi degan xabarni eshitadi. Lekin keyin karta yoki naqd to'lovga qarasa, summa o'zgarmagan bo'ladi. Shunda odamda haqli savol tug'iladi, nega hammaga oshdi, menga esa oshmadi? Men bugun masalani oddiy tilda, huquqiy va amaliy tomondan tushuntiraman. Qaysi holatda pensiya avtomatik oshadi? Qaysi holatda oshmaydi? Qaysi to'lovlar pensiya emas, balki nafaqa yoki qo'shimcha to'lov hisoblanadi? Shularni birma-bir ko'rib chiqamiz. Videoni ho'zroq kuzatib borishingiz uchun kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu ma'lumotni bilmaslik odamni oyma-oy pul yo'qotishga olib kelishi mumkin. Avval ko'pchilik pensiya deganda faqat bitta narsani tushunardi. Yoshga doir pensiya. Ya'ni odam ma'lum yoshga yetadi, yetarli ish stajiga ega bo'ladi. Pensiya jamg'armasiga hujjat topshiradi va unga har oy to'lov tayinlanadi. Lekin amalda pensiya tizimida bir nechta turdagi to'lovlar bor. Yoshga doir pensiya, nogironlik pensiyasi, o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi, yoshga doir nafaqa, ijtimoiy nafaqalar, ustamalar, kompensatsiyalar, ayrim toifadagi fuqarolar uchun qo'shimcha to'lovlar bor. Mana shu farqni bilmaslik eng katta chalkashlikni keltirib chiqaradi. Masalan, davlat pensiyalarini oshirish bo'yicha qaror qabul qilganda, bu har doim ham barcha turdagi to'lovlar bir xil foizda oshadi degani emas. Ba'zan faqat bazaviy hisoblash miqdori o'zgaradi. Ba'zan minimal pensiya miqdori oshadi. Ba'zan yoshga doir eng kam pensiya, nogironlik nafaqasi yoki zarur ish stajiga ega bo'lmagan keksalar uchun nafaqa qayta belgilanadi. Oddiy odam esa yangilikni pensiyalar oshdi deb eshitadi va o'z to'lovida ham xuddi shunday o'sishni kutadi. Hozirgi tizimda pensiya miqdori ko'p jihatdan 3 ta asosiy omilga bog'liq. Ish staji, rasmiy ish haqi va pensiya tayinlangan paytdagi hujjatlar to'g'riligi. Agar odam o'tgan yil ishlagan bo'lsa-yu, uning ish haqi ko'p yillar davomida rasmiy ko'rsatilmagan bo'lsa, pensiya hisoblashda bu daromadlar inobatga olinmasligi mumkin. Agar odam konvertda maosh olgan bo'lsa, ya'ni rasmiy maosh kichik qolganini qo'lda olgan bo'lsa, pensiya ham rasmiy raqamlar asosida hisoblanadi. Shuning uchun men doim aytaman. Pensiya faqat yoshga yetganingizda boshlanadigan masala emas. Pensiya siz ishlayotgan davrdanoq shakllanadi. Nima o'zgardi? Birinchi o'zgarish, ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Oldin odam mehnat daftarchasini olib kelardi. Korxonalardan ma'lumotnoma yig'ardi, arxivga borardi. Hozir esa bandlik, soliq, ish haqi, sug'urta badallari, mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlar elektron tizimlarda ham ko'rinadi. Bu yaxshi tomoni, odam hujjat yig'ishda kamroq qiynaladi. Lekin yomon tomoni ham bor. Agar bazada ma'lumot noto'g'ri yoki to'liq bo'lmasa, pensiya kam chiqishi yoki oshirish avtomatik qo'llanmasligi mumkin. Ikkinchi o'zgarish. Ayrim to'lovlar standart yosh to'lov sifatida belgilangan miqdor bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bunday holatda odamning mehnat staji yetarli bo'lmasa yoki rasmiy daromadlari pensiya hisoblashga yetarli asos bermasa, unga to'liq mehnat pensiyasi emas, balki belgilangan ijtimoiy to'lov yoki minimal miqdorga yaqin to'lov tayinlanadi. Shu sababli har bir oshirish ham uning summasiga ta'sir qilmasligi mumkin yoki ta'siri juda kichik bo'lishi mumkin. Asosiy qism 1. Kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak? Avvalo, kimning pensiyasi oshmasligi mumkinligini aniq tushunaylik. Birinchi toifa, pensiyasi allaqachon maksimal yoki alohida tartibda belgilangan fuqarolar. Ba'zi odamlar maxsus qonunlar, alohida imtiyozlar, xizmat yillari yoki lavozim asosida pensiya oladi. Agar oshirish qarori faqat umumiy, minimal miqdorlarga taalluqli bo'lsa, bunday shaxsning pensiyasi o'zgarmasligi mumkin. U allaqachon belgilangan yuqori miqdorda olayotgan bo'lsa, minimal darajadagi oshirish unga tegmaydi. Ikkinchi toifa yoshga doir nafaqa oladigan, lekin to'liq mehnat pensiyasi olmaydigan fuqarolar. Bu juda muhim. Masalan, erkak kishi pensiya yoshiga yetgan, lekin zarur ish staji yetarli emas. Ayol kishi ham yoshga yetgan, ammo rasmiy ish yillari kam. Bunda insonlar pensiya deb atab yuradigan to'lov aslida yoshga doir nafaqa bo'lishi mumkin. Nafaqaning oshishi pensiya oshishidan farq qiladi. Agar hukumat qarorida aynan mehnat pensiyalari indeksatsiya qilindi deyilgan bo'lsa, nafaqa oluvchi odamning summasi o'zgarmasligi ehtimoli bor. Aksincha,
qarorda ijtimoiy nafaqalar ham oshiriladi deyilgan bo'lsa, u holda o'zgarish bo'ladi. Uchinchi toifa pensiyasi minimal miqdorga yetkazib qo'yilgan odamlar. Buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Tasavvur qiling. Odamning ish staji va maoshi bo'yicha hisoblangan pensiyasi 6 ming so'm chiqdi. Lekin qonunda eng kam yoshga doir pensiya 125 ming so'm deb belgilangan. Shunda unga 225 ming so'm to'lanadi. Endi oshirish, lekin hisoblangan asosiy pensiya qismi ozgina oshdi. Masalan, 6 mingdan 6 mingga chiqdi. Ammo minimal kafolatlangan miqdor hali ham 7-5 ming bo'lsa yoki boshqa mexanizm qo'llansa, odam qo'lida sezilarli o'sish ko'rmasligi mumkin. U menga oshmadi deydi. Aslida hisob ichida o'zgarish bo'lgan, lekin to'lanadigan yakuniy summa o'zgarmagan bo'lishi mumkin. 4-toifa pensiya hujjatlarida kamchilik bo'lganlar. Masalan, mehnat daftarchasida ism familiya bir joyda Karimova, boshqa joyda Karimova pasportda esa boshqa yozuv shakli bo'lsa, tizim ayrim staj davrlarini tan olmasligi mumkin. Yoki korxona tugatilgan, arxivda ma'lumot yo'q. Ish haqi ma'lumotnomasi topilmagan. Bunday holatda pensiya minimal asosda tayinlanadi. Keyin umumiy oshirish bo'lsa ham, odam haqiqiy staj va ish haqini tasdiqlamagani uchun katta o'sish bo'lmaydi. Endi kim xavotir olmasligi kerak? Agar siz yoshga doir mehnat pensiyasini olsangiz, ish stajingiz to'liq tasdiqlangan bo'lsa, pensiya turini aniq bilsangiz va oxirgi oshirish qarorida aynan siz oladigan to'lov turi ko'rsatilgan bo'lsa, odatda oshirish avtomatik amalga oshiriladi. Buning uchun har safar pensiya jamg'armasiga borib ariza yozish shart bo'lmaydi. Ko'p holatda to'lov bank kartasiga yoki pochta orqali yangilangan miqdorda keladi. Lekin men amaliyotda shuni ko'p ko'rganman. Odam menga hammasi to'g'ri deb yuradi, keyin tekshirtirganda 5 yil staji kiritilmagan bo'lib chiqadi yoki 1910 yillardagi ish haqi ma'lumotnomasi hisobga olinmagan bo'ladi. Shuning uchun xavotir olmaslik boshqa, hujjatlarni nazorat qilmaslik boshqa. Har bir pensioner kamida bir marta o'z pensiya hisob-kitobini ko'rish kerak. Birinchi misol. Dilbar opa 32 yoshda 28 yil maktabda ishlagan. Ish daftarchasi to'liq, ish haqi rasmiy bo'lgan. U yoshga doir pensiya oladi. Davlat pensiyalarini 10% ga indeksatsiya qildi deylik. Agar qaror yoshga doir mehnat pensiyalariga tatbiq etilsa, Dilbar opaning pensiyasi ham shunga mos ravishda oshadi. U ariza yozmasa ham tizimda qayta hisob-kitob qilinadi. Bunday odam xavotirlanmasligi mumkin, lekin to'lov kelganda summani oldingi oy bilan solishtirib ko'rish kerak. Ikkinchi misol. Olim aka 35 yoshda, lekin rasmiy ish staji atiga 6 yil. Qolgan yillarda bozor qurilish, mavsumiy ishlar bilan shug'ullangan, lekin rasmiy ro'yxatda ishlamagan. U men 20 yil ishlaganman deydi. Insoniy jihatdan bu to'g'ri, lekin pensiya tizimi rasmiy tasdiqni talab qiladi. Olim akaga yoshga doir nafaqa tayinlangan bo'lishi mumkin. Agar yangilikda pensiyalar oshdi deyilsa, u darhol o'z nafaqasi ham oshadi deb o'ylamasligi kerak. U qarorda aynan yoshga doir nafaqa yoki ijtimoiy to'lovlar oshirilganmi? Shuni tekshirish kerak. 3-misol. Saida opa 57 yoshida pensiyaga chiqqan. 20 yil tikuvchilik fabrikasida ishlagan. Lekin fabrika tugatilgan. 7 yillik ish haqi ma'lumotnomasi arxidan topilmagan. Pensiya tayinlanganda unga minimalga yaqin miqdor hisoblangan. Keyin pensiyalar oshdi, lekin u kutgandek katta qo'shimcha olmadi. Nega? Chunki uning asosiy pensiya bazasi past. Agar Saida opa arxivdan yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlardan o'sha yillardagi maoshini isbotlasa, qayta hisob-kitob qilish mumkin bo'ladi. Demak, muammo oshirishda emas, boshlang'ich hisob-kitobda bo'lishi mumkin. 4-misol. Rustam aka yaxshi lavozimda ishlagan, lekin oxirgi yillarda rasmiy maoshi eng kam ish haqiga yaqin ko'rsatilgan, qolganini norasmiy olgan. Pensiyaga chiqqanda u yuqori pensiya kutgan. Ammo rasmiy daromadlar past bo'lgani uchun pensiya ham kutilganidan kam chiqqan. Keyingi oshirishlarda ham foiz past bazaga qo'llanadi. Masalan, 1 million so'm pensiyaga 10% oshsa, 100 ming qo'shiladi. 2 million so'm pensiyaga 10% oshsa, 200 ming qo'shiladi. Foiz bir xil, lekin natija har xil. Shuning uchun odamlar nega qo'shniniki ko'proq oshdi deb so'raydi. Javob oddiy. Qo'shnining boshlang'ich pensiya bazasi yuqoriroq. Endi eng muhim nozikliklarga o'tamiz. Birinchi noziklik, pensiya oshishi sanasi bilan to'lov sanasi bir xil bo'lmasligi mumkin. Qarorda oshirish insonidan kuchga kiradi deyilgan bo'lishi mumkin, lekin odam pulni oyning 10 sanasida yoki 20 sanasida oladi. Ba'zan qayta hisob-kitob keyingi to'lovda farqi bilan birga beriladi.
Shu sababli birinchi oyda summa o'zgarmasa, darhol vahima qilish shart emas, lekin albatta tekshirish kerak. Ikkinchi noziklik. Bank kartasiga tushgan summa har doim pensiyaning to'liq ma'nosini ko'rsatmaydi. Ba'zan qarzdorlik, aliment, sud qarori, kredit bo'yicha ushlab qolish, ortiqcha to'langan summani qaytarish kabi holatlar bo'lishi mumkin. Pensioner pensiyam oshmadi deydi. Aslida oshgan, lekin bir qismi ushlab qo'lingan bo'lishi mumkin. Shuning uchun faqat karta balansiga qarab xulosa chiqarish noto'g'ri. Pensiya bo'limidan yoki elektron xizmatlardan hisob varaqasini olish kerak. Uchinchi noziklik. Turli ustamalar alohida hisoblanadi. Masalan, ayrim toifadagi nogironligi bo'lgan shaxslar, urush qatnashchilari, mehnat fronti faxriylari, yolg'iz keksalar, parvarishga muhtoj shaxslar uchun qo'shimcha to'lovlar bo'lishi mumkin. Pensiyaning asosiy qismi oshgan bo'lsa ham ustama o'zgarmasligi mumkin yoki aksincha ustama oshgan. Lekin asosiy pensiya o'zgarmagan bo'lishi mumkin. Bu juda muhim, chunki odam umumiy summaga qaraydi, lekin ichida qaysi qismi oshganini bilmaydi. To'rtinchi noziklik, pensiya qayta hisoblanishi uchun ba'zan ariza kerak bo'ladi. Umumiy indeksatsiya avtomatik bo'lishi mumkin, lekin yangi hujjat topilsa, qo'shimcha staj tasdiqlansa, ish haqi ma'lumotnomasi keltirilsa, nogironlik guruhi o'zgarsa yoki qaramog'idagi shaxslar bo'yicha ma'lumot yangilansa. Buni tizim o'zi bilib qolmaydi. Bunday vaziyatda fuqaro murojaat qilishi kerak. Men ko'p hollarda odamlar 3 yil oldin topilgan hujjatni uyda saqlab yurishini ko'raman. Keyin olib boraman deydi. Natijada har oy kamroq pensiya oladi. 5-noziklik, pensiya tayinlangandan keyin ishlash masalasi. Ayrim pensionerlar pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlaydi. Ishlayotgan pensionerning to'lovlari, qayta hisob kitobi va ayrim ustamalari bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Odam men ishlayapman, demak pensiyam avtomatik ko'payadi deb o'ylaydi. Lekin har bir ishlagan oy darhol pensiyaga qo'shiladi degani emas. Qaysi muddatdan keyin, qanday shartda, qaysi badallar asosida qayta hisoblanishi qonunchilikka bog'liq. Shuning uchun ishlayotgan pensionerlar ish joyidan rasmiy maosh, mehnat shartnomasi va to'langan soliqlar bo'yicha ma'lumotlarni tekshirib borish kerak. 6-noziklik, hujjatlardagi ism, familiya, tug'ilgan sana, pasport ma'lumotlari. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyin familiya o'zgaradi. Mehnat daftarchasida eski familiya, diplomda boshqa familiya, pasportda yangi familiya bo'lsa, bog'lovchi hujjat. Ya'ni nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'ladi. Bitta harfdagi farq ham ba'zan katta muammo chiqaradi. Masalan, Gulnora bir hujjatda Gulnora deb yozilgan bo'lsa, tizim shubha qilishi mumkin. Bunday xatolar pensiya oshishiga bevosita to'sqinlik qilmasligi mumkin, lekin stajdan olishga to'sqinlik qiladi. Stajdan olinmasa pensiya bazasi past bo'ladi. 7-noziklik, xorijda ishlagan davrlar. Ko'pchilik Rossiya, Qozog'iston, Turkiya yoki boshqa davlatlarda ishlagan. Agar u davrlar bo'yicha xalqaro shartnomalar, rasmiy mehnat hujjatlari, sug'urta badallari bo'yicha tasdiqlar bo'lmasa, bu yillar O'zbekistondagi pensiya hisobiga kiritilmasligi mumkin. Odam, men Moskvada 10 yil ishlaganman deydi. Lekin shartnoma yo'q, badal yo'q, ma'lumotnoma yo'q. Natijada pensiya hisobida bu 10 yil ko'rinmaydi. Bu holatda pensiya oshirish bo'yicha yangilikdan kutgan natija bo'lmaydi. Chunki avval staj masalasini hal qilish kerak. 8-noziklik, ijtimoiy yordam bilan pensiyani aralashtirib yubormaslik, mahalla orqali beriladigan yordam. Kompensatsiya, moddiy yordam, ayrim kommunal to'lovlar bo'yicha imtiyozlar pensiya hisoblanmaydi. Ular alohida manbalardan berilishi mumkin. Shuning uchun menga o'tgan oy 300 ming qo'shimcha berishgan edi. Bu oy bermadi. Demak, pensiyam kamaydi degan xulosa noto'g'ri. Har bir tushumning nomini bilish kerak. Amal maslahatlar, nima qilish kerak, qayerga borish kerak, qanday hujjat yig'ish kerak. Endi men sizga aniq amaliy reja beraman. Birinchi qadam. O'zingiz oladigan to'lov turini aniqlang. Siz yoshga doir mehnat pensiyasi olyapsizmi? Yoshga doir nafaqa olyapsizmi? Nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Yoki boshqa ijtimoiy to'lovmi? Buni bilmasdan turib, nega oshmadi degan savolga javob topib bo'lmaydi. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling yoki mavjud elektron davlat xizmatlari orqali ma'lumot oling. Agar telefon orqali maslahat olish imkoni bo'lsa, avval telefon qilib, qaysi hujjatlar kerakligini so'rang. Ikkinchi qadam, oxirgi 3 yoki 6 oylik to'lovlaringizni solishtiring. Bank kartasi bo'yicha ko'chirma oling yoki pochta orqali olsangiz, to'lov qaydlarini saqlang.
qaysi oyda qancha tushgan, qaysi sanada tushgan, qo'shimcha to'lov bo'lganmi, ushlab qolish bo'lganmi, hammasini yozib chiqing. Oddiy daftar oching, oy nomi, tushgan summa, izoh. Shunda siz xodimga aniq savol berasiz. Mana yanvarda shuncha, fevralda shuncha, martda oshirish bo'lishi kerak edi, lekin summa o'zgarmadi. Sababini tushuntirib bering. Aniq raqam bilan murojaat qilsangiz, javob ham aniqroq bo'ladi. 3-qadam, pensiya hisob-kitob varaqasini so'rang. Bu varaqada sizning stajingiz, hisobga olingan ish haqi, pensiya turi, asosiy miqdor. Ustamalar va ushlab qolishlar ko'rinishi kerak. Men har bir pensionerga shuni tavsiya qilaman. Faqat qancha olamanni emas, nima asosida olamanni biling. Chunki xatolik aynan hisob-kitob ichida yashiringan bo'ladi. Ba'zan 2 yil staj tushib qolgan bo'ladi. Ba'zan ish haqi ma'lumotnomasi past ko'rsatilgan bo'ladi. Ba'zan ustama qo'shilmagan bo'ladi. 4-qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Sizga odatda pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, ish stajini tasdiqlovchi ma'lumotnomalar, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotnomalar, nikoh yoki familiya o'zgarishini tasdiqlovchi hujjatlar, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa. Qaramog'idagi shaxslar bo'lsa, ularning hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga murojaat qiling. Arxivdan falon yillarda falon korxonada ishlagan degan ma'lumot ham. Ish haqi ma'lumotnomasi ham kerak bo'lishi mumkin. 5-qadam, ariza yozishda umumiy gap yozmang. Pensiyamni oshirib bering deb yozish yetarli emas. To'g'riroq shakl shunday bo'ladi. Mening pensiyam miqdori oxirgi oshirishdan keyin o'zgarmagani sababli pensiya hisob-kitobini tekshirib berishingizni, hisobga olingan ish staji, ish haqi, ustamalar va ushlab qolishlar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Agar sizda yangi hujjat bo'lsa, ilova qilinayotgan hujjatlar asosida pensiyamni qayta hisoblab berishingizni so'rayman deb yozing. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga yozma javob berilishi kerak. 6-qadam, murojaatingizni ro'yxatdan o'tkazing. Og'zaki gaplashib chiqib ketmang. Ariza topshirsangiz, qabul qilingan sanasi ro'yxat raqami bo'lsin. Elektron murojaat qilsangiz, tasdiq raqamini saqlang. Keyin men aytgandim emas, mana falon sanada murojaat qilganman deya olasiz. Bu oddiy, lekin juda muhim tartib. 7-qadam, javob sizni qoniqtirmasa, yuqori turuvchi organga yoki tegishli nazorat idorasiga murojaat qiling. Lekin avval birinchi bosqichda aniq hisob-kitobni oling. Chunki ko'pincha muammo tushunmovchilikdan kelib chiqadi. Odam pensiya deb o'ylagan to'lov nafaqa bo'ladi. Yoki oshirish keyingi oy farqi bilan berilishi kerak bo'ladi. Yoki ushlab qolish bo'ladi. Agar haqiqatan xatolik aniqlansa, hujjat bilan talab qilish kerak. 8-qadam, farzandlar va yaqinlar pensionerlarga yordam bering. Ko'p keksalar hujjat o'qishda, elektron xizmatlardan foydalanishda, bank ko'chirmasini olishda qiynaladi. Ota-onangizning pensiya hujjatlarini bir marta ko'rib chiqing. Ular qaysi turdagi to'lov olayotganini biling. Har bir oshirishdan keyin summani tekshiring. Bu hurmat ham, amaliy yordam hamdir. Demak, pensiya oshmasligining sabablari har xil bo'lishi mumkin. Siz oladigan to'lov turi umumiy oshirishga kirmagan bo'lishi mumkin. Pensiyangiz minimal miqdorga bog'langan bo'lishi mumkin. Staj yoki ish haqi hujjatlaringiz to'liq hisobga olinmagan bo'lishi mumkin. Ustama alohida tartibda qolgan bo'lishi mumkin yoki to'lovdan ushlab qolish bo'lishi mumkin. Eng to'g'ri yo'l taxmin qilish emas, hisob-kitobni ko'rish. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingiz yoki yaqinlaringizning pensiya turini, oxirgi to'lov summalarini va hisob-kitob varaqasini tekshiring. Agar biror narsa tushunarsiz bo'lsa, yozma murojaat qiling va javobni hujjat bilan oling. Pensiya masalasida o'zi to'g'ri bo'lsa kerak deb yurish ko'pincha pul yo'qotishga olib keladi. Agar sizda pensiya oshmagani, nafaqa bilan pensiya farqi yoki hujjatlarni qayta hisoblatish bo'yicha tajriba bo'lsa, albatta izohlarda yozing. Sizning holatingiz boshqa tomoshabinlarga ham foydali bo'lishi mumkin. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Keyingi videolarda men pensiya hisob-kitobida eng ko'p uchraydigan xatolarni yana ham batafsil tushuntirib beraman.